Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mana shu san'atga umid kulchani sanatoriyasini eshitib keldim. Bir yildan beri. Bir yil bo'ldi kelin olganimga. Hali bu video bo'lmadi. Shuni sizlardan bir maslahat olgani keldim. Endi o'zim ham o'ylab qoldim, kelinlarmikin deb. Mana bir yil o'tibdi, harakat qilish kerak, nom urish kerak, kimda nimaligini bilish uchun. Faqat keliningiz emas, balki o'g'lingizni ham bir tekshirish kerak. Sababi befarzandlikka sabab, farzand bo'lmaslikka sabab. Boshqacha aytganimizda, erkakka ham, ayolga ham barobar sababchi bo'lishadi. Aytaylik, 50% da ayol, 50% da erkak. Shuning uchun imkon bo'lsa, ikkalalarini birga olib kelasiz. Kelinimizni shu yerda ginekolog shifokorlarimiz bor, ko'rishadi, tekshirishadi. Yana bir bor, hammasi joyida bo'lsa, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Endi o'g'lingiz masalasiga kelsa, o'g'lingizni chuqurroq tekshirib, demak o'zi maxsus analizlar, tahlillar bor, shularni qilib, keyin bir fikr beramiz. Kerak holatlarda avvalambor ikkalasi sog'lom chiqsin, agar biror kamchilik bo'ladigan bo'lsa, shu yerda yotqizib davolab beramiz. Marhamat, olib keling. Rahmat. Sog' bo'ling. Hozirgi kunda afsuslar bo'lsinki, urf-odatlarimizda ko'pincha befarzandlikda ayollarni, kelinlarimizni aybdor qilishadi. Farzand bo'lishda erkak kishining ham roli juda baland. Albatta befarzandlikda sababchi bo'lib erkaklar 50% bo'lsa, ayollar ham 50%. Shuning uchun faqatgina kelinlarni, ayollarni tekshirish emas, men birinchi navbatda erkak kishini tekshirishni tavsiya qilib qolgan bo'lar edim. Rahmat.